Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz tanyanliq, tang tarafli kuch bo'limlarini ko'rib chiqdik. Unda hozir bu soatlik darsimizda munosabatlik mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lim turibdi, shundami? 3 bo'lim A, B, C. Anandagi nima debdi? Bu uzunlik X, bu uzunlik X debdi. Unda bo'lsa, ya'ni bu ikki taraf birisi-birisiga tang bo'lganligi uchun 3 bo'lim A, B, C bir tang yanliq 3 bo'lim, shundami? Anandagi bu yer 2, bu yer 6, bu yer yıldız astı 13. Bizden nimani so'rabdi? X ni so'rabdi. Unda bo'lsa X necha deb tushunami? Men birinchi bo'lib qanday qilma bu B degan bu nuqtadan qarshi tarafga bir egizlik tushiraman. Shunda bir egizlik tushirib olaylik. Boshda shundami? Egizlik bo'lgandan keyin bu yer qanday bo'ldi? 90 gradus. Men bu nuqtani desem, amaliyotda BE degan bu alayda bir siziq. Ya'ni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki yon qurshab turgan bu bulungning nimasi? Bulung o'ttirisi shundami? Bu bulungniki bulung o'ttirisi pastga 90 gradus tushib qolmay, bu qarshi tarafni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parchaga bo'ladi. Ya'ni 2 ga 6 ni qo'shsam 8, undaq bo'lsa, bu yer nima degan gap? Ya'ni bu a'liq shundami? CE4, ya'ni bu yermi 4 degan gap. Bu yerdagi CD ning uzunluğu 6 deyish ama men bundan 4 ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu yerdagi DE ne chiqib qoldi? 2 qilib qoldi. Unda bo'lsa, bu bir tik bo'lonliq 3 bo'lon shunda ama bu yer yıldız astı 13, bu yer 2 bo'lsa, yıldız astı 13 ninki kvadrati elangan 2 ning kvadrati shunda ama nimaning kvadrati chiqadi? BE ning kvadrati chiqadi. Tang 9 degan gap. Unda bo'lsa BE tang necha? 3 bo'ldi. Shunda ama bu yerdagi CE necha? CE 4. Bu 90 gradus unda olsa x'ni tepish intayin oddiy. X'ning kvadrati tang 3ning kvadrati qo'shilgan 4ning kvadrati tang necha? 25. Unda olsa x tang 5 degan gap. Qaysi? C javob shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi? A, B, A, C ga tang shundami? Ya'ni A, B bilan A, C birisi-birisiga tang ekan. Unda bo'lsa, bu bir tang yanliq uch bo'lim degan gap. Andan keyin A, D, B, C ga 90 gradus tushadi shundami? Bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus, bu 6, bu 2. Unda bo'lsa, bu x tang necha deb tushunami? A, D ning uzunligini topib ekanmiz. Unda bo'lsa, bu x ni qanday topamiz? Men A degan bu nuqtadan o'tkazib, B, C ga parallel bo'lgan chiziqni birini chizib olay, shundami? Masalan, bu chiziqimni B, C ga parallel bo'lgan bir chiziq deb qarab turaylik. Unda bo'lsa, diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, bu A, B, C degan shundami bir tang yanliq uch bo'lim. Ya'ni bu bo'lim bilan bu bo'lim qanday birisi-birisiga tang. Agar men bu bo'limni alfa desam, bu mu qanday bo'ldi? Alfa bo'ldi, shundami? Anandan keyin men bu bo'limni qanday beta deb olay. Alfaga betani qo'shsam necha? 90 gradus. Bu bo'lim beta bo'lsa, bu ham qanday bo'ldi? Beta bo'ldi, shundami? Unda bo'lsa, yana qaraydigan bo'lsak, 3 bo'lim B, E, F da shundami? Bu bulunga, ya'ni bu yerdagi alfaga bu bulungni qo'shsam necha? 90 gradus. Unda bo'lsa, bu bulungmi beta degan gap. Alfaga betani qo'shsam 90 gradus, bu alfaga bu bulungni qo'shsammi 90 gradus bo'lganligi uchun bu bulungmi beta. Unda bo'lsa, bularni nima uchun hisoblab chiqdik? Bu bulung beta bo'lsa, shunami? A, F ning uzunligi A, H ga teng degan gap. Ya'ni ustidagi A, F, H degan bu amaliyotda qanday bo'ldi? Bir tang yanliq uch bo'lim. Undaqda ustidagi A, F, H degan bu tang yanliq uch bo'limda shundami? Birisi-birisiga tang bo'lgan bu ikki yon qurshab turgan bu bo'lumdan shundami chiqqan chiziq pastga qanday qarshi tarafga 90 gradus tushgan bo'lsa, bu amaliyotda A, mesela men buni O deb olsam, shundami? A, O bu bulungning nimasi bo'ldi? Bulung o'ttirisi bo'ldi. Bu 90 gradus tushib qolmay, bu qarshi tarafni yana H, F degan bu uzunlikni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tadi, shundami? Unda o'zi ustida yana F, O 3, asti H, O mu 3 degan gap. Növbətdə əksini bir qarabla çıxırıb ötkəli bo'ldi shundami? Bu 90 gradus, bu 90 gradus bo'lgandan keyin bu birisi-birisiga parallel. Ustidagi bu ikki chiziqmi birisi-birisiga parallel. Unda bo'lsa, bu bir parallel to'rt tarafli shundami? A, D, E bu yerdagi O degan. Bu parallel to'rt taraflikniki bir bo'limi 90 gradus bo'lib qolsa, agar bu bir qanday bo'ldi? Tik to'rt bo'lim bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi, ya'ni bu uzunlik 3 ga, bu uzunlik 2 ni qo'shib o'tganim shundami? 5 amaliyotda x ga teng. Unda bo'lsa, x teng 5 degan gap qani? C javob, shundami? Keyingi savolga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lim birib turishindami? A, B, C eşkenar debdi. Ya'ni bu 3 bo'lim amaliyotda teng tarafli 3 bo'lim ekan. Andan keyin bu yerda qanday bu
T'den bir tik tushiribdi shunami. Andan keyin bu yer 6 yıldız asti üçgen. Bizden nimani so'rabdi? AC'ning uzunluğu x, x'ni toping debdi. Unda bo'lsa bu bir teng tarafli uch bo'lon bo'lg'achqa, bu bo'lon necha? 60 gradus shunami. Bu yer 90 gradus. Unda bo'lsa bu yer necha bo'ldi? 30 gradus. Tik bo'lonli uch bo'londa 60 graduslik bo'lonning qarshi tarafini birib turishami? 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafini tepish uchun biz bu uzunluqni, ya'ni 6 yıldız asti 3'ni shunami qanday qilamiz? Yıldız asti 3 ga bo'lib 6. Unda bo'lsa BE'ning uzunluğu 6 degan gap. Men BE'ning uzunluğuna EC'ning uzunluğunu qo'shib etsam, shunami BC'ning uzunluğu necha chiqadi? 14 chiqadi. Bu bir teng tarafli 3 bo'lon bo'lg'achqa x mu necha? 14 degan gap. Qani javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon bor ekan, shunami nima debdi? Eşkenar üçgen. Teng tarafli 3 bo'lon debdi. Unda bo'lsa, masalan, bu bo'lon qanday? 60 gradus shunami. DE bilan AB parallel qani? DE bilan AB parallel, anondan DF bilan AC parallel shunami? DF bilan AC parallel. Unda bo'lsa, bu to'rt taraflik AFDE degan bir parallel to'rt taraflik shunami? Unda bo'lsa, parallel to'rt taraflikning alayiligi qarshidagi ikki taraf birisi bilan parallel shunami? Uzunluğu teng bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yer 5, bu yer 3 degan gap shunami? Unda bo'lsa, masalan, bu ikki siziq parallel bo'lgankin, bu 60 gradus bo'lsa, bu yermi 60 gradus shunami? Biz baytdim bu yerni 60 gradus degan. Unda bo'lsa, bu yermi 60 gradus. Ya'ni bu 3 bo'lon shunami? Bu jikidagi qanday teng tarafli 3 bo'lon. Unda bo'lsa, bu yer 3 degan gap. Undaq bo'lsa, bu AB'ning uzunluğu chiqib bo'ldi shunami? 3 qo'shilgan 5 teng necha? 8. Men AB'ni tepib oldim. Bu bir eşkenar shunami? Teng tarafli 3 bo'lon. Unda bo'lsa, bu yer 8, 8, 8 degan gap. Bizda nimani so'rabdi? ABC'ninki aylanmasi shunami? 8 qo'shilgan 8 qo'shilgan 8. Javob teng necha? 24 degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? ABD eşkenar üçgen shunami? ABD bir teng tarafli 3 bo'lon ekan. Unda bo'lsa, bu bir tarafning uzunluğunu birib turishunami? 2K deb. Unda bo'lsa, masalan, bu yermi AD'ning uzunluğu 2K, unda bo'lsa BD'ning uzunluğu 2K bo'ldi. Andan keyin bo'lon A den shunami? Qarshi tarafga bir egizlik tushiribdi. Unda bo'lsa, bu egizlik amaliyotda bu bo'lonning nimasi bo'ldi? Bo'lon o'ttirisi qarshi tarafga tik tushib qolmay, bu qarshi tarafni birisi-birisiga teng bo'lgan, ya'ni BC bilan CD'ning uzunluğu teng degan gap birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tadi shunami? Unda bo'lsa, bu 2K oraliqni 2 ga bo'lasam, ya'ni BC'ning uzunluğu K, CD'ning uzunluğu K degan gap. Növbətdə biz təfsilliroq qaraydigan bo'lsak, shunami? Bu bir teng tarafli 3 bo'lon bo'lg'achqa, bu bo'lon necha bo'ldi? 60 gradus. Unda bo'lsa, masalan, bu uzunluq K bo'lsa, bu uzunluq K bo'lsa, bu 3 bo'lon oldi bilan bir teng yanliq 3 bo'lon shunami? Unda bo'lsa, bu bo'lonmi necha? 60 gradus degan gap. 180 dan 60 ni chiqarib olsam, bu bo'lon necha chiqib qoldi? 60 gradus. Unda bo'lsa, bu bir qanday ekan? Teng tarafli 3 bo'lon degan gap shunami? Biz bu yerdan bu bo'lonningki 90 ekanligini bilatdik. 60 ni chiqarib atgan vaqtimda bu yana chiqaldi 30 qoladi. Unda bo'lsa, bu 30 ga bu yerdagi 90 ni qo'shib atgan vaqtimda bu bo'lon necha cho'ng? Bu bo'lon 120 gradus shunami? Bu yer K, bu yer K bo'lsa, amaliyotda BCE degan bu bir teng yanliq 3 bo'lon shunami? Unda bo'lsa, alfa bilan, ya'ni bu bo'lon bilan bu bo'lon qanday? Birisi-birisiga teng degan gap. 180 dan 120 ni chiqarib o'tib, buni 2 ga bo'lgan vaqtimda alfa chiqdi. Shunami? Necha? 30 gradus degan gap. Qani, C javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda bir 3 bo'lon bor ekan shunami? ABC eşkenar üçgen debdi. Unda bo'lsa, ABC qanday? Teng tarafli 3 bo'lon ekan. 60 gradus, 60 gradus, shunami? 60 gradus. Unda bo'lsa, mening ko'zimga bir narsa chiliqdi. Ya'ni bu 60 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 30 gradus bo'ldi shunami? Andan keyin chunki bu yer qanday ekan? 90 gradus ekan. Nima debdi bizga? AC'ning uzunluğu 6, shunami? Qani, AC'ning uzunluğu 6, unda bo'lsa, ED'ning uzunluğu x, x'dan necha bo'ldi deb so'rabdi. ABC bir teng tarafli 3 bo'lon shunami? Unda bo'lsa, AC 6 bo'lsa, bu ham 6, bu ham 6 degan gap. Yana tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu bir tik bo'lonli 3 bo'lon shunami? Unda bo'lsa, 30 graduslik bo'lonniki qarshi tarafi bu yon tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa, masalan, men bu yerdagi BI ning uzunligini K deb olsam, shunami? Unda bo'lsa, BD ning uzunligi necha bo'ldi? 2K bo'ladi, shunami? Bizga nima deb beribdi bu yerda? EB bilan DC teng, ya'ni bu uzunluq bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng ekan. Unda bo'lsa, bu ham K degan gap. Unda bo'lsa, BD ning uzunligiga CD ni qo'shsam 6, shunami? Ya'ni 2K qo'shilgan K teng necha? 6. Unda bo'lsa, K teng necha? 2 degan gap, shunami?
Unda olsa biz k'ni tepib aldık şunama. Bu yerdeki k teng 2 bolsa, yani 30 gradusluk bulonunki qarşı tarafı neçe ekan? 2 ekan. Unda olsa bu 60 gradusluk bulonunki qarşı tarafı akiz neçe buldu? 2 ga yıldız astı 3 ni köpeytkinimga teng şunama. 2 köpeytilgan yıldız astı 3, yani 2 yıldız astı 3 çıktı mana. Qani akiz. C cevap şunama. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda murakkab bir shakl beribdi shunama. Nima debdi? CE AB'ga 90 gradus tushidi. Ya'ni bu yer 90 gradus shunama. BD AC'ga 90 gradus tushidi. Bu yer 90 gradus. Andan keyin qani 45 gradus shunama. Bu bulun 45 gradus. 4 yıldız astı 2, yani AD'nin uzunluğu 4 yıldız astı 2, FC 4 unda bo'lsa, EB'nin uzunluğu 8, x'ni tepangda so'rabdi shunama. Unda tafsiliy bir qarab baqaylik. Bu yer 90 gradus bo'lsa, bu yermi 90 gradus bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa, masalan, bu bulun 45 gradus'a, bu bulunmu 45 gradus degan gap. Unda bo'lsa, AD'ni beribdi. AB'ni men bir hisoblab chiqarib o'taman shundami? Bu yerdagi 4 yıldız astı 2 ga yıldız astı 2 ni ko'paytgan vaqtimda AB'nin uzunluğu neçe çıkıdı? 8 çıkıdı. Şundami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu bulun 90 gradus şunama, bu yer 45 gradus bo'lsa, bu yer 45 gradus, unda olsa bu yermi 45 gradus. Yani bu 90 gradus bo'lgan keyin bu yermi 45 gradus degan gap. Amaliyotda bu DFC degan bu 3 bulun teng yanliq tik bulunliq 3 bulun şunama. Masalan, bu yan tarafni, bu yerni hesaplash uchun va yoki bu yerdagi DC'nin uzunluğunu hesaplash uchun 4 ni yıldız astı 2 ga bölüyotimiz. Unda olsa 4 ko'paytirilgan yıldız astı 2, astig'imi yıldız astı 2 ni ko'paysam 2 bo'lib ketadi shunama. 2 yıldız astı 2 degan gap. Yani bu DC'nin uzunluğu 2 yıldız astı 2. Unda olsa AC'nin uzunluğu neçe bo'ldi? 6 yıldız astı 2 degan gap. Unda bo'lsa, masalan bu AEC bu 3 bulun qaraydigan bo'lsak, bu 45 gradus, 45 gradus, bu yer 90 gradus shunama, teng yanliq tik bulunliq 3 bulun. Unda bo'lsa, bu yerdagi CE'nin uzunluğunu hesaplash uchun 6 yıldız astı 2 ni 6 yıldız astı 2 ni, yani yıldız astı 2 bölümümüz teng 6 çıktı degan gap. Yani bu uzunluq amaliyotda CE neçe? 6. Buningdan bu CF 4 ni chiqarib etsam, üstü ne chiqib qoldi? 2 qilib qoldi. Shunami? Ha, biz bu yerda nima dedik? Bu yer 90 gradus, bu yer 45 shunami? Unda bu uzunluq bilan bu uzunluq birsi-birsiga teng. Unda bo'lsa, x teng 2 degan gap. Qani? B javob shunami? Keyingi savol qarab baqaylik. BHAE'ga tik tushidi deb tushunama. Bu bir egizlikkan. Andan keyin DF AB'ga tik tushidi. Bu mu qanda? Bu yerga tik tushgan 90 gradus shunama. Bu bulun. Andan keyin AEDE'ga tik tushidi, yana AEDE'ga tik tushidi debdi. Andan keyin FD 6 shunama. Qani FD'nin uzunluğu 6, ED 2 ekan. Bu uzunluq 2 debdi. Unda bo'lsa BH'ning uzunluğunu tepang. Bizga nima deb beribdi bu savolda? AB bilan AC teng. Shunami? AB AC'ga teng. Unda bo'lsa bu bir teng yanliq 3 bulun. Teng yanliq 3 bulun bo'lgandan keyin biz bu xil shakldagi savollarni oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan shunami? Men qanday qilaman? Bu yerdagi C dan o'tkazib, shunami? Qarshi tarafga bir egizlik tushirma 90 gradus bo'ldi, shunami? Andan keyin bu C dan o'tkazib, yana qarshi tarafga yana bir tal egizlik tushirma. Mana. Unda bo'lsa bu yer 90 gradus ve bu yermi 90 gradus degan gap. Men bu nuqtani masalanga qanday G deb olsam, andan keyin bu nuqtani masalan H deb olsam, C G F H degan bu bir tikto't bulun amaliyotda. C degan bu nuqtadan o'tkazib, qarshi tarafga bir egizlik tushirib oldim shunama, C G deb. Amaliyotda biz tafsilroq qaraydigan bo'lsak, ustidagi C D G degan bu ustidagi bu 3 bulun bilan astidagi C E D degan birisi-birisiga tamamen teng bo'lgan 2 tal 3 bulun. Unda bo'lsa, masalan bu yer 2 bo'lsa, bu yermi 2 bo'ladi degan gap. FD'nin uzunluğundan bu DG'ni, yani 2 ni chiqarib etganim. Yani bu yerdagi 6 dan 2 ni chiqarib etganim nimaga teng bo'ldi? FG'ga ning uzunluğuna teng bo'ladi. FG bilan bu yerdagi CH birisi-birisiga teng, shunami? Bu yana CH ga teng bo'ladi. CH degan bu yan tarafga tushgan bir egizlik, shunami? Bu egizlik bilan BH birisi-birisiga qanday bo'ldi? Teng bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa eng oxirisida javob chiqib bo'ldi. Bu yerdagi BH ning uzunluğu 6 dan 2 ni elib etganimga teng, shunami? Teng 4 degan gap. Biz bu 2-3 bulonning nima uchun teng bo'lganligini, qanday teng bo'lganligini oldingi soat darsimizda tafsiliy so'zlab bo'lgan edik. Unda bo'lsa javob necha? 4 degan gap. Javob shunami?
Keyingi savol qarab baqaylıqda olsa, qaraydigan bolsaq, bu yerda bir 3 bulun birib turishnama ABC eşkenar üçgen debdi, tang tarafli 3 bulunken. Onda olsa bu bulun neçe 60 gradus, bu yer 60, bu yer 60 nama. Bu 90 gradus bolsa, bu yer neçe buldu? 30 gradus. Onda olsa bir tik bulunluq 3 bulunda 30 gradusluq bulunluki qarash tarafi yandı tarafning yarimiga teng. Onda olsa bu yer 2 degan gap. Qaraydigan bolsaq, bu bir tang tarafli kuch bulun şunama 4 ga 6 qo'shsam, ya'ni buning tarafning uzunligi 10 degan gap. Unda bu 2 ni chiqarib olsam, ustidan chiqib qoldi. Bu yer 8 qilib qoldi şunama. Anan ekan, yana bu 10 tarafga qarab baqayli, bu kichik kuch bulunga bu yernecha 60 gradus, bu yercha 30 gradus şunama. Unda 30 gradus bulunun qarshi tarafi yandı tarafning yarimi. Bu yer 3 bolsa, bu yerine chiqib qoldi, üstü AF'ning uzunluğu 7 degan gap. Unda olsa men navbatda aksini qanday topaman? Biz oldingi soat darslarimizda cosinus teorem deb bir narsa o'rgangan. Shunami? Ya'ni mushta bir tal 3 bo'lon bo'lsa, masalan, buni qayta bir yozib olay. ABC deb 3 bo'lon bo'lsin. Bu yerdagi uzunluq A bo'lsin, shunami? Bu bo'lon alfa bo'lsin. Bu yerdagi A ning bu uzunluqninki kvadrati nimaga teng bo'ldi? Bu yerdeki mesela bu uzunluğun B, bu uzunluğun C de varlı. İşte bu uzunluk C olsun. Bu yerdeki A'nınki kvadratı əməliyyatda B kvadrat qoşulğan C kvadrat ama elitimiz 2 köpəytilgən B köpəytilgən C köpəytilgən kosin qanda alfaga teng bo'ldi. Shunami? Cosinus teorem. Unda olsa bu məzmunğa asasən bu yerdeki aksini qanday hesablaymiz? Aksinin kvadratı teng 8ning kvadratı qo'shilgan 7ning kvadratı shunami? Elingan 2 köpəytilgən 8 köpəytilgən 7 köpəytilgən kosinus neçə? 60 gradus. Shunami? Onda olsa bunu bir hesaplaylı. Aksinin kvadratı teng 64 qo'shilgan 49 elingan shunami? 2 köpəytilgən 8 köpəytilgən 7 kosinus 60 degan 2'den 1 shunami? Onda olsa qisqartib o'tamiz. 2'den 1 bu ikkisi yo'qolib ketdi. Onda olsa aksinin kvadratı teng 64 qo'shilgan 49 elingan 8 kare 7 neçə? 56 degan gap. 64'ten 56'ni elib etsem 8 qo'shilgan 49 shunami? Onda olsa x kvadrat teng 57 x teng yıldız asti 57. Qaysi javob? D javob mana. Keyingi savol qarab baqayli. Nima debdi? ABC eşkenar şunama tang tarafli 3 bulun debdi. ABC bir tang tarafli 3 bulun. Andan keyin bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus debdi şunama. Bu igizlikni biribdi, bu igizlikni biribdi, bu igizlikni biribdi. Nimani so'rabdi bizdan? ABC'ninki aylanma uzunluğu. Biz bunu oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan. Ya'ni bu ikki igizlikni qo'shib, bu igizlikni chiqarib etganim, bu yerdagi 3 bulunninki qanda xohlagan bir tarafiga tushgan igizlikka teng bo'libdi. Shunami? Men oldi bilan A noktadan shunami pastga bir igizlik tushirib olay. Masalan, mushta bir igizlik tushadim. Bu igizlik nima bo'ldi? HA bo'ldi. Bu yerdagi HA nimaga teng bo'ldi? Boshqa qalam bilan yozay. HA deganim shunami? Buningga bu ikki igizlikni qo'shib o'tib 4 yıldız astı 3 qo'shilgan 5 yıldız astı 3 elingan 2 yıldız astı 3. Onda olsa HA nimaga teng bo'ldi? 4 5 9 2 ni versem 7 yıldız astı 3 degan gap. Shundami? Onda olsa bu igizlikni hisoblab oldik. Bu igizlik bulabla qolmay bu bulunni qanday qilib o'tadi? O'ttirisini 2 parcha qilib o'tadi. Ya'ni bu A degan bulunni bulun o'ttirisi. Onda olsa bu yer 30 gradus, shundami? Bu yer 60 gradus. Bu HA necha chiqdi bu yerdan hisoblasam 7 yıldız astı 3 degan gap. Onda olsa bu bir tik bulunluq 3 bulun şunama 60 gradus bulunun qarşı tarafı 7 yıldız astı 3 bolsa 30 gradus bulunun qarşı tarafı. Yani bu uzunluq neçə buldu? 7 yıldız astı 3'ni yıldız astı 3'ge bölətkenimə teng. Onda olsa 7 bo'lib ketdi degan gap. Onda olsa bu yan taraf 7'ni 2'ye köpəysəm çıxdı. Şunama? Yani 14 bo'lib ketdi degan gap. Onda olsa bu ya 14, bu ya 14, bu ya 14. Yani 14'ni neçə 3'ge köpəysəm yoki 14'ni 3 qatım qo'shib etsəm, anadan keyin bu ABC'nin aylanma uzunluğu çıxdı. Şunama? 42 degan gap. Qani E javob. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? AB AC'ga teng shunami? AB AC'ga teng. Bu qanday teng yanliq 3 bo'lgan shunami? Andan keyin AE EB'ga teng qani? AE EB'ga teng. Andan keyinchi, ya'ni bu yerdagi E degan bu nuqta AB'ninki tam o'tirisidagi bir nuqta degan gap shunami? Andan keyin bu bulun 50 gradus, andan keyin qani bu bulun 20 gradus shunami? Bu ya
beta ekan, bu ya alfa ekan. Bizden nimani so'rabdi? Alfa qo'shilgan beta necha bo'ladi debdi. Unda bo'lsa AB bilan AC teng. Shunami? Bular qanday qilibdi? AB ning o'ttirisidan bir nuqta chiqaryapti. Men bu yerdagi AC ning tam o'ttirisidan bir tal nuqta topay. Masalan, biz bu nuqtani F deb olaylik. Andan keyin men bu qanday qilaman? Bu yerdagi BF ni shundoq bir tutashtirgan vaqtida, shundami? Bu ikki taraf bu bir tanyalliq 3 bo'lon bo'lg'ashqa, shundami? Bu bir simmetrik, unda bo'lsa bu bo'lonmi 50 gradus bo'ladi. Unda bo'lsa yana qarab boqadigan bo'lsak, agar bu bo'lon alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ldi. Shundami? Oldingi soat darsimizda ko'rdik. Unda bo'lsa, masalan biz bu yerdagi BDF degan bu 3 bo'lon qaraydigan bo'lsak, bu ikki bu bo'lon bilan bu bo'lon shundami? 3 bo'lonningki ichki bo'lonning yig'indisi 3-chi bir bo'lonning tashqi bo'longa teng deb o'rgangan edik. Unda bo'lsa alfa qo'shilgan beta shundami? Bu ichki bo'lon qo'shilgan bu yerdagi 20 gradus nimaga teng bo'ldi? 50 gradusga teng bo'ladi. Alfa qo'shilgan beta teng necha? 30 gradus degan gap qani? C javob shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi? ABC eşkenar üçgen shundami? ABC teng tarafli uch bo'lon. Unda bo'lsa, masalan, bu bo'lon necha gradus? 60 gradus. Bu ya 38 gradus debdi, bu yana alfa debdi, shundami? Bu uzunlik bilan bu uzunlik qanday ekan? Birisi-birisiga teng deb turibdi. Unda bo'lsa, alfa teng necha deb so'rabdi. Qanday ishlaymiz bu savolni? Men bu yerdagi I degan nuqtadan o'tkazib, shundami? DC, ya'ni CD'ga parallel bo'lgan chiziqdan birini chizay, nima ish bo'ldi ekan? Muşta bir tal chiziq chiqarib olaman. Shundami? Mana. Unda bo'lsa bu chiziqim CD'ga parallel deb qaraylik. Unda bo'lsa, masalan, bu bo'lon 60 gradus bo'lsa, bu ham 60 gradus bo'ldi, shundami? Bu bo'lon 60 gradus bo'lsa, bu bo'lonmi qanday bo'ldi? 60 gradus bo'ladi. Undaqda, masalan, bu 60 gradus, shundami? Bu ham 60 gradus. Bu AE, masalan, men buni qanday F deb olsam, AEF degan amaliyotda bir teng tarafli 3 bo'lon. Shundami? Unda bo'lsa bizga nima deb ekan? Bu yerdan AE ning uzunligi bilan DB ning uzunligi teng deb ekan. Navbatda masalan teng tarafli 3 bo'lon bo'lg'achqa AE ning uzunligi bilan EF ning uzunligi birisi-birisiga teng. Undaq bo'lsa biz bu yerdan masalan F bilan B ni shundoq tutashtirgan vaqtimda bu to'rt taraflikka qarab boqaylik. B, D, E, F degan bu to'rt taraflik amaliyotda bir parallel to'rt taraflik bo'ldi. Ya'ni nima degan gap? EF ning uzunligi bilan DB ning uzunligi birisi-birisiga teng. Shundami? Bu qanday parallel. Biz bu yerdagi BDEF ning bir parallel to'rt taraf ekanligini isbotlab oldik, shundami? Ya'ni bu yerdagi DE bilan, qani DE bilan bu yerdagi BF parallel degan gap. Bu ikkisi parallel bo'lsa, bu bo'lon bilan bu bo'lon qanday bo'ldi? Ichki ta'tir bo'lon shundami? Unda bo'lsa bu ham alfa degan gap. Unda bo'lsa masalan bu ya 38 gradus. Qarabla alfaning necha ekanligini chiqarib o'taymiz, shundami? Alfa teng 38 gradus simmetrik bir shaklda. Javob qaysi? C javob degan gap. Qaraydigan bo'lsak, mashqlarimiz oxirlashibdi, shundami? Unda bo'lsa, bugungi darsimiz teng yonliq, teng tarafli uch bo'lonlarga munosabatli bo'lgan mashqlar mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.